Assalomu alaykum qadrdon obunachilar, kanalimiz muxlislari. Bugun biz Andijon viloyati Xo'jaobod tumani O'rdak qishlog'imiz qabristonidamiz. Bugun hashar tashkillashtirilgan. Hasharga hamqishloqlar kelish boshladi. Ichkarida hashar davom etyapti. Bugun biz mana shu joyda video olib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga bo'ling. Videolarni ko'rib, layklarni bosib, kommentarlarda yozib borasizlar. Biz boshladik. 50 bin adamsın, 100 bin verirsin. Hormaylar. Avantı giyin verirsin hem de. Rahmet aytganlar kelsin. Aşağı var mı dedi? Keldi deb bilmayapti. Sen aytding, bormi? Aha. Söz qanday bildika? Assalomu alaykum hammalarga. Keldinglarmi? Ha, keldik. Mana mahallamiz, O'rdak qishlog'imizni boshlar, hasharlar tashkillashtirishadi. Bosh-qosh bo'lib yoshlarga. Rahmat hammalarga. Sizga rahmat, xizmatingizga rozi bo'ldik. Rahmat. O'rdak qishlog'imizda hamjihatlik, mehr-oqibat juda ham oldingi o'rinlarda turadi. Bizning qishlog'imizda hali ham mehr-oqibat zo'r. Mana shu joyda ota-onalarimiz, ko'ngil yaqinlar, hamqishloqlar oxirgi so'nggi manzili. Oxiratinglar obod bo'lsin. İkinciyi de kesip, içinden gelen boş yeri olmuş. Yani kısa 25'te kesip, aslında bir tek suyu tolup olur. Qabristonimiz o'zi toza. Mana ro'za Ramazonga bularni ham bir kelib yo'qlashib, gap-yoqlarni, daraxtlarni obreskalar qilishib mahmaqsida. Hormaylar. Charchab qolibsizlar-da. Oxunjon aka, ha. Mana shunday qilib hashar davom etyapti. Xizmatda ha yaxshi. Hormaylar. Qo'llab, qalay Olyapsizlarmi? Ha yaxshi-da. Tag'injon, sizga kelgan? Yaxshi, rahmat. Yonlashsa kerak. Olyapsizlarmi? Taraq bo'lganda zo'r bo'lar ekan-da. Chiqib ketdi. Qarab bo'lish kerak ekan-da. Shunaqa ekan. Olib qo'ydingizmi? Olinyapti. Mana yosh kattalar ham qatnashyapti-da hashariga. Hashar boshlandi. Endi boshlandi-da, hali odam ko'p keladi hasharimizga. Archalar ekilgan. Daralar.
Mana aka. Rustam aka boshchiligida. Assalomu alaykum. Hormang. Obunachilar. Hamma hasharga taklif qilamiz. Qanaqa ketdinglar bularni? Hasharam bo'ladi. Assalomu alaykum Rahmat aka. Ey, kelinglar. Charchamayapsizlarmi? Rahmat. Olasizlarmi? Salom. Rahmat hammanglarga. Juda. Hoy. Oddiy yerdan ham bo'lar aytib qo'y. Ha, bu. Mana. Qabriston. Bu yerlarda qanchadan qancha o'zidan yaxshi nom qoldirib keta olgan buyuk insonlar, allomalar, donishmandlar, ustozlarimiz, ota-onalarimizni oxirgi manzili har bir bandani keladigan joyi mana shu joylar. Kim bo'lishimizdan qat'iy nazar mana shu joylarga kelamiz. Boylik, mol davlat hammasi qolar ekanda. Butun dunyo boyliklarini to'plagan Shoh Iskandar oxirida meni qabristonga olib chiqib ketayotganda qo'llarimni ambardan ikkiga chiqarib qo'yinglar. Odamlar ko'rsin. Men qo'limda hech narsa u dunyoga olib ketmayotganimni degan ekan. Kiprikdan ham qisqadir mol-u dunyo yo'llari. Ibrat bo'lsin Iskandar, qurib ketgan qo'llari deb shunaqangi she'rlar aytish kerak ekan. Shuning uchun hamma boylik, mol davlat ana shu Ravotda narag'ida qolar ekanda, bu yoqqa o'zimiz kelamiz ekan. Amallarimiz, qilgan savoblarimiz bilan kelamizda, to'g'ri. Alaykum assalom, olyapsizlarmi? Mana. Shunday qilib qadrdon obunachilar, kanalimiz muxlislari. Biz Orda qishlog'imiz qabristonidamiz. Hashardamizda. Xudo xolasa bugun hashardi chiroyli qilib o'tkazsak, shu bilan ro'za Ramazon. Mana bitta kitob olib hasharga kelishadi. Shunchasi o'tib ketdi. Qadrdon obunachilar, kanalimiz muxlislari. Biz atay mana shu ikkita qabrga to'xtalib o'tmoqchimiz. Mana shu bittasi. Uzoqroqda ko'rsatay. Mana shu qabr, undan keyingi qabr ona. Bu qabrlar qo'shnimiz Turg'unboy aka degan odam bo'lgan. Hozir Sirdaryoga ko'chib ketgan, Sirdaryoda yashayapti. Mana shu qabr ikkalasi, bittasi mana shu. Ana bittasi narisi. Shu Turg'unboy akamizni otasi bilan onasini qabri. Bosh tarafiga temir qoqib qo'ygandi, aniq bilar edim. Temirini kimdir chiqarishyapti-da. Temir yo'q bo'lib qoldi. Lekin mana shu ikkalasi, bittasi mana shu. Turg'unboy aka har doim kelganda mana shu yerda
kelib Qur'on tilovat qilib ketadi. Mana shu ikkala qabr idoratni ko'rsatamiz. Mana shu qo'shnimiz hozir Sirdaryoda yashayapti, yaqinda keldi. Mana qabr. Qo'shinlarda bular. Oxiratlari obod bo'lsin. Mana bunisi otasini qabri, mana odasi onasini qabri. Mana shu yerga qo'yilgan. Qo'shinlar yaxshi odam edi. Otasi Mamit tog'a, onasi Soraxonaya. Ena derdik. Ancha bo'lishga o'tib ketgan ekan. Oxiratlari obod bo'lsin. إنه بكل شيء بصير أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Salavat Kur'an, Hüsnü Rahman. Salavat Kur'an'dan bugün savaş samaralarda Allah razılığıyla. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hoşlarına. Barcha o'tgan payg'ambarlar, aziz avliyo, mo'min musulmon Qur'on talablari hoşlarına. Shular qatori shu qabristonimizda o'tgan barchamiz tomonidan o'tgan mo'min musulmon Qur'on talablari hoşlarına bag'ishlaydi. Qur'on ta'ala bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin. Qur'on gurular shu Qur'on nurlaridan to'lgan bo'lsin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Allohu akbar. Hamma kelganlarga rahmat. Hammalarning tanjari sog' qilsin. Mollaringga bosh bo'lsin. Qilgan ishlaringga Alloh o'zi baraka bersin. Hammamiz yo'limiz ochiq bo'lsin hamisha. Allohu akbar. Rahmat hammalariga. Ajarat, ona kerak kelsa deylar. Mana shu shaxchasi bor. Agarda kimga kerak bo'lsa olib ketadi, ko'ylardan chiqarib qo'yib ketasiz. Kimga kerak shaxcha? Kerak shaxcha. Shunday qilib qadrdon obunachilar, kanalimiz muxlislari, bugungi qabriston hasharimiz oxiriga yetdi. Qabriston chiroyli qilib tozalashib, mana. Hammalarga rahmat, hasharda qatnashganlarga. Alloh rozi bo'lsin. Tinch bo'linglar. Hammaga rahmat. Ha. Aslombek, komandir, chiyilmon. Hammaga rahmat mana. Orda qishlog'imizdagi hamjihatlik, mehr-oqibat yo'qolmasin. Doimo mana shunday el hasharida, qabriston hasharlarida chiroyli qatnash nasib etsin hammaga. Kanalimizni ko'rgan barchaga rahmatlar aytamiz. Xush kelibsizlar. Rahmat hammalarga. Alloh rozi bo'lsin. Tinch bo'linglar. Mana.